Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ulug' Kazino Games o'yinlarining strategiyasini o'rganamiz. Avvalambor birinchi videoga like bosinglar do'stlar, kanalimizga obuna bo'linglar. Keyin YouTube kanalimiz opsiyasida Telegram kanalimiz bor. O'tib olsanglar, har kuni Tekin Express 20-30 koeffitsiyentlik +20 millionlik konkurs, 15 Pro Max telefoni qo'yilgan konkursga va har kuni cho'tal bo'ladi Telegram kanalimizda. 100 ta 150 ta odamga 20 ming, 30 ming, 40 ming, 50 minglab shotiga pul tashlab beramiz. Ketti qurbaqadan boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, kirganinglardan bosasizlar birinchi qatorga. Qaranglar, ikkinchi qator bunaqasiga kelasizlar. O'zi 5-chi koeffitsiyentga chiqasizlar do'stlar. Kirganda mana shu strategiyani 1, 2, 3 ishlatsanglar ishlaydi do'stlar, qurbaqa o'ynadi. 5 koeffitsiyent chiqasizlar. Bundan chiqqandan keyin olmaga. Olma o'ynayman. 1ga 2 qaranglar tishlangan. 2 yuqori 5 koeffitsiyentgacha, 41 koeffitsiyentgacha to'g'risiga turibdi. Mana bu tarafda 27 koeffitsiyentgacha turibdi do'stlar. Ko'p chiqqan joyidan bosasizlar. Повтор 4 koeffitsiyentga. Endi do'stlar, hech qaysi o'xshamasa qaranglar. Dagon qilasizlar. Ikkitalik betdan chiqib qoldi. Yana bitta. 1 2, keyin 3-qatordan 1 2, keyin oxirgi qatorga bitta. Voy biladi, oxirgi qator deb men bu qatorda bosdim. Повтор. Bu yoqdan kelamiz. 1 2, 1 2 bo'ladi. Bitta. So'ka bo'ladi. Yana bo'ladi 4-qatorda bosdim. Hozir bundan chiqib o'zgarib ketib qoldi, o'zim adashib ketganim. Sizlar bilan yana qaysi o'yin? Pad 7. 7 ni ushlash do'stlar. Kirgandan больше 2 ta stavka, 3 ta stavka, 4 ta stavka, 5 ta stavka, 6 ta stavka. Qaranglar, 3-1. Сразу 7 ga o'tamiz dagon. Ko'rganinglarda 3-1 yoki 4-1 yoki 5-1 tushsa, сразу 7 ga o'tib dagon qilsanglar bo'ladi do'stlar. Hozir yana bitta tushish ehtimoli bor. Iziga sal kamroq summaga bo'lsa ham bosib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir menda может быть katta summa bo'lgani uchun tushmadi, lekin kamroq summaga tez tushadi do'stlar. Sizlar bilan keyingi o'yin strategiyasi. Qaranglar. Bunga 20 ga 48 ming, 10 ga 48 ming, 7 ga общий 144 ming stavka bo'lyapti. X 20 ga, 10 ga, 7 ga 288 ming stavka. X 20 ga, 2x 20 bilan 7 ga stavka qilasizlar. 3-stavkaga. Yetti ishlab beradi. Повтор 20 ga, 10 ga, 7 ga. Повтор yana boshidan keladi, qaranglar. Yana 2. Xuddi stavka yana 2x. To'g'ri. Endi boyagida 2 koeffitsiyent tushadi. 20 ga, 10 ga. Dagon.
Повторить. Bu вообще strategiyani o'zgartirib qoldi. Tak. Hozircha ikkita o'yin strategiyasi o'zini unaqasida qurbaqa olma ham katta summa bo'lib ketgani uchun o'zimda ошибкам bilan bo'ldi. Padyettini statistikasini o'rgantiramiz. Tak, endi bunda qaraylik. 96 mingdan bosamiz. Birinchi stavka 05 o'ynadi do'stlar, qaranglar. Dagon bosamiz. 05 birinchi kirgandan 05 o'ynasa agar dagon 2 koeffitsient. Yana bitta shu stavka. Yana bitta 2 koeffitsient. Tak, stavkani sal yarmini tushiramiz. Bitta bosamiz. Sekiz. Bu minusga ketadi bu stavka hozir. Bir eksimiz bor. Besh koeffitsient. O'zi 10 koeffitsient o'xshashi kerak edi, lekin mana shu chap pasasiga ketib qoldi. 5 koeffitsient urib beradi do'stlar. Tak. Olmaga o'sha olma o'z qo'liga kelgan bo'lishi kerak. Ketdi, birinchiga bitta, ikkinchiga bitta. Qarang, birinchi, ikkinchi. Yangi o'yin 2x qilamiz do'stlar. Birinchi, ikkinchi. Ko'rganinglarda mana shunaqa. Boyaga aytganimdek 6-qator, 5-qator, keyin 4-qator deganimda 6 urib beradi do'stlar. Tak. Endi bundan chiqamiz. Bu olmani ham kirganinglardan xuddi mana shu strategiyada qo'llasanglar bo'ladi. Tak, bu 7 koeffitsient, 5 koeffitsient. Hozir yo 10 yo 20 urib berishi mumkin. Yo 10 yo 20 urishi mumkin hozir. Kirgandan 5 koeffitsient. Повторить. Hozir stavkani almashtiramiz do'stlar, qaranglar. Tak. Yangi garov. 1,152 ming stavka bo'lyapti. Tak. Ikkita stavkani pulini qaytardi. 2,5 stavkani. Okay, koeffitsient.
Prosta bu men katta summa o'ynaganim uchun menga sal neto ошибка beryapti. Уже 4-si ham победа bo'ladi. O'ylaylik. Menga sal ошибка beryapti, lekin mayda summaga mana shu strategiya 100% o'xshaydi do'stlar. Hammaga omad, charchamanglar, ishlaringizga rivojini bersin. Hamma obuna bo'lishni unutmanglar.